Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. AQSh Parijda bo'lib o'tgan uchrashuvda Kiyev uchun xavfsizlik kafolatlari haqidagi deklaratsiyani imzolamadi, deb xabar berdi Politico. Nashr ma'lumotiga ko'ra, dastlab Washington hujjatni imzolashi kutilgan edi, biroq oxir-oqibat deklaratsiyaga faqat istovchilar koalitsiyasi vakillari imzo chekkan. AQSh esa bu koalitsiyaga kirmaydi. Koalitsiya xalqaro munosabatlarning ayrim masalalarida birga ish ko'rish haqida o'zaro ahdlashgan davlatlarning siyosiy yoki harbiy ittifoqi tushuniladi. Avvalgi loyihada Ukrainadagi ko'p millatli kuch tarkibida AQSh ishtirokiga oid tafsilotlar olib tashlandi. O'sha versiyada AQSh ushbu kuch hujumga uchrasa, uni qo'llab-quvvatlash majburiyatini olishi aytilgan edi, deyiladi maqolada. Bir kun avval Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer istovchilar koalitsiyasi tinchlikka erishilgan taqdirda Ukrainaga qo'shin joylashtirish bo'yicha deklaratsiyani qabul qilganini ma'lum qilgan edi. Uning ta'kidlashicha, sulh e'lon qilinsa, Britan va fransuz harbiylari Ukrainada harbiy bazalar barpo etadi hamda Ukraina qurolli kuchlari uchun texnika omborlarini quradi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligida esa NATOga a'zo davlatlar qo'shinlarining Ukrainaga joylashtirilishiga oid har qanday ssenariy mutlaqo qabul qilib bo'lmasligi va keskin eskalatsiyaga olib kelishi mumkinligi ta'kidlangan. Bu vaziyatda AQShning pozitsiyasi qanday bo'ladi? AQSh yetakchisining maxsus vakili Steven Witkoff Parijda bo'lib o'tgan Ukraina bo'yicha muzokaralar ishtirokchilari bir nechta muhim masalalar, jumladan Kiyev uchun xavfsizlik kafolatlari bo'yicha sezilarli yutuqqa erishganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh hududiy masala yuzasidan murosaga umid qilmoqda. Donald Trumpning kuyovi Jared Kushnerning aytishicha, Trump Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari masalasida Vladimir Putin bilan olib borilgan suhbatlarga tayanayotganini ta'kidladi. U shuningdek Parijdagi uchrashuv tinchlik kelishuvi sari muhim qadam bo'lganini qo'shimcha qildi. AQSh tinchlik rejasini muhokama qilish uchun dekabr oyining boshida Rossiya prezidenti Kremlda Witkoff va Kushnerni qabul qilgan. Tomonlar AQSh tomonidan taklif etilgan tashabbus mohiyatini muhokama qilgan, biroq murosali variant topilmagan. Prezidentning aytishicha, Washington dastlabki rejaning 27 bandini 4 ta paketga bo'lib, ularni alohida ko'rib chiqishni taklif qilgan. Bir necha kundan so'ng Berlin shahrida AQSh va Ukraina vakillari uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuv yakunlariga ko'ra, G'arb davlatlari NATO nizomining 5-moddasiga o'xshash xavfsizlik kafolatlarini taqdim etishga kelishib olingani xabar qilingan. Dekabr oxirida Trump Florida shtatida Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazdi. Ularning natijalariga ko'ra, Oq uy rahbari tomonlar masalalarning 95% bo'yicha o'zaro kelishuvga erishganini aytdi. Shundan so'ng AQSh prezidenti Rossiya prezidenti bilan telefon orqali muloqot qilgan. Suhbat chog'ida Putin Ukraina qurolli kuchlari uning rezidensiyasiga hujum qilishni uringani haqida ma'lum qilgan. Prezident yordamchisi Yuriy Ushakovning so'zlariga ko'ra, ushbu suhbat davomida Oq uy Zelenskiy bilan ishlash yondashuvini o'zgartirish mumkinligini istisno etmagan. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Kiyev harakatlaridan so'ng Moskva muzokaralardagi pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishini aniqlashtirgan. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.